Chilonzordan Novostroyga so'ragan klientlarimiz uchun Chilonzor 26-kvartal Uchtepa Avenue turar joy majmuasidan 2 xonali podключ bo'lgan Novostroykamizdan sotuvga chiqardik. Uyimizning umumiy kvadraturasi 50 kvadratdan iborat. Bu kirib kelish eshik qismi va bu yerda oynalar bizga qo'yib qo'yilgan va bu yerda prig'ojinli mebellar. Uyimizning birinchi xonasi spalniy xonadan iborat. Ko'rishingiz mumkin. Barcha mebel texnikasi mavjud. Bu yerda esa konditsionerlar qo'yilgan. Sizlar bilan ikkinchi xonamizni ko'rsatib o'taman. Ikkinchi xonamiz zal, ya'ni mehmonxona qismidan iborat bo'lgan. Bu yerda TV zonalarimiz, bu yerda konditsionerlar qo'yilgan va bu yerda yumshoq turetskiy mebellardan qo'yib qo'yganmiz. Zal qismidan uyimizni oshxona qismiga o'tiladi. Oshxona qismida esa ayollarimiz uchun hamma sharoitlar mavjud. Sanuzollar razdelniy qilingan. Bu yerda ko'rishingiz mumkin. Bu yerda 3 xona, bu yerda esa detskiy xonamiz, 3-xonamiz mavjud. Uyimizning umumiy qiymati 50 kvadratdan iborat. Chilonzor 26-kvartal. Barcha mebel texnikalari qoladi. Uyimizda hali hech kim yashalmagan uy. Narxini esa uy egalari bilan gaplashib 78.500 dollarga baholadik. Pastda nomerlar qoldiramiz, bemalol telefon qilib aloqaga chiqishingiz mumkin.